Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Akalar, bugun sizlarga beradigan ma'lumotim elektromobillarni kichkina metrli zaryadkada zaryadlash bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Zaryadkalar to'g'risida. Bu yerda 2 xil zaryadkamiz kelgan. Bu zaryadkamizni bemalol uy sharoitida 220 tokka tiqib ishlab turasizlar. Mana blokning ichida keladigan bo'lsa, relay напряжение, transistor bunda haytlar tok o'ynashiga qarshiliklar qo'yilgan. Bu simi o'zida 5 metrligini, 10 metrligini zakaz qilib olib keltirib qo'ydik. Bu kichkina portga uchi ulanadi bemalol. Bu 3,5 kilovatni o'zgartirib 1,5, 2, 3,5 qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerga keladigan bo'lsa, bu yerda ham 10 metrlik simga 7 kilovatli bunisi. Bunga keladigan bo'lsa, mamlaqa bo'ladi, plus minus bitta zimla bo'ladi. Bu ham xuddi kichkina portga ulanadi. Mana kichkina portga. Mana mesela devorga qotirib qo'yib, mana olib ishlatib yursanglar bo'ladi, sug'urib olib. Bu ham xuddi mana blokida ichida qarshiliklar tok o'ynashiga qo'yilgan. Bu zaryadkalar to'g'risida bemalol bizga telefon qilib ma'lumot olishinglar mumkin. Ikkala joyimizda ham bor, Chilonzorda ham, Yunusobodda ham bor. 5 metrli, 3,5 kilovatlik 5 metrligi ham bor, 10 metrligi ham bor. 7 kilovatlikning 10 metrli qalin simlari bilan bor. 88lik 453 53 53 33lik 153 53 53 telefon qilaverasizlar.